Barchaga assalomu alaykum. Ko'rishingiz mumkin, navbatdagi obyektni o'tamiz. Bu yer 350 kvadratni tashkil etadi. Bu yer ishlab chiqarish zonasi, o'shani hisobiga biz bu yerga sifatli toza bitumda ishlab chiqarilgan asfalt mahsulotini bosib berganmiz. 350 kvadrat joyimizga akalarimiz bilan kelishilgan holatda suvni o'sha paqirda o'rniga qilib qaratib berganmiz. Hozirda biz O'zbekistonning istalgan nuqtasida bosib bera olamiz. Biz asosan vodiyda ish qilishimiz sababi zavodimiz vodiyda, Voha, Toshkent tomonlarda ham kelishilgan holatda bosib beramiz. U yoqda ham sheriklarimiz bor, u yoqda ham bemalol bosib berishadi. Agarda kimgadir vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqand, Voha, butun O'zbekiston bo'ylab asfalt mahsuloti kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Asfaltimiz o'sha eng sifatli bitumdan, yuvilgan pisoydan tashkil topgan bo'lib, bemalol zavodda o'zidan birinchi qo'lda chiroyli qilib bosib beramiz. Mayinligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham mayin hisoblanadi. Kimgadir xonadonini, ko'chasini, uyini, tashkilotini asfalt qildirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Vodiyda istalgan nuqtasida bosib beramiz. Akalarimiz bemalol istalgan tomonga inshaalloh suvni qaratib yurgizib berishadi. Uyni kafel qilaymi, burchatka qilaymi deb yuborgan tanishlaringga bemalol jo'natib qo'yaverasizlar. Sizni xonadoningiz necha kvadratligini kommentariyaga yozsanglar, bemalol qilib pulini hisoblab beramiz. Sizlarga bemalol ishlaringizni bitkazib beramiz.